Obunachilar videoni oxirigacha kuzatib boring. Layk va obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xonanda Shirin Abdullayeva 20 yoshda vafot etdi. Xonanda va aktrisa Zulfiya mukofoti sovrindori Shirin Abdullayeva 20 yoshga to'lmay kasallik tufayli vafot etdi. Shaolin jang san'atini o'rgangan. Rus, xitoy, ingliz tillarini mukammal bilardi. Qator kinolarda rol ham ijro etgan deb eslamoqda uni taniganlar. Zulfiya mukofoti sovrindori xonanda Shirin Abdullayeva vafot etdi. Bu haqda Oila va xotin-qizlar qo'mitasi ham O'zbekkonsert ma'lum qildi. Abdullayeva 2005-yil 14-dekabrda Namangan viloyati Namangan shahrida tug'ilgan. 2023-yilda u san'at yo'nalishi bo'yicha Zulfiya nomidagi davlat mukofoti bilan taqdirlangan. Uning Lo'li, Metro, Bezori va boshqa qo'shiqlari YouTube'da millionlab marta ko'rilgan. Shirin Abdullayeva shuningdek 2021-yilda Rossiyaning NTV kanalida mashhur ko'rsatuv T-Super ishtirokchisiga aylangan va namanganlik eng boy insonlardan biri Bahodir Abdullayevning kichik qizi Shirin Abdullayev bugun 19 yoshida olamdan o'tdi.